Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana Andijon Paxtabodga drabik olib berdik. Bu yoqda makka poya chiqardik. Somon, beda chiqardik. Ana somonlar. Somon, makka poya, bu yoqda qamishlari bor ekan. Keyin qo'l beda. Hammasini chiqarib ko'rsatib berdim. G'umoy ham bor ekan. U ham ketdi ichida ozmonga aralashib. Ko'rib turibsizlar, betga olib bergan apparatimiz 4 kilovat 3000 oborotli o'sha original motordan olib berdik. O'sha alyumin motor. Toklari past yurdi. Toklari mana 242 240 shunaqa ko'rsatishadi. Ishlaganda 230 shunaqa bo'lib qolyapti. Toklari zo'r ekan lekin. Cho'tki ishlaydi apparat. Baho berib qo'yasizlar apparatga. Kimga shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, yetkazib beramiz. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana navbatdagi zakaz Namanganga bo'ldi. Namangan men buloqqa somon chiqardik, mayda setkadan, keyin poyani chiqardik. Eskiroq ekan poyasi. Yo'q bo'lib ketdi eskiroqligi uchun. Mana apparatimizdan olib berdik. Ham yonbosh ham tikka variantda ishlaydiganidan. Bu yoqda g'umay bor ekan, mana g'umayni chiqardik. Ezib tashlagan. Kimga shunaqa sifatli drabik kerak bo'lsa, mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, yetkazib beramiz. Mana poya eskirib qolgani uchun ularni ham ezib pachoqlab tashlagan, ko'rinmaydi mana. Aloqaga chiqaverasizlar mana shu nomerga.